Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. İmam Bukhari rahmetullahi aleyhinin Sahih Bukhari namlı kitabındaki dersimizin bugünkü devamında Hazretleri Tövenlik bapta mundaqdaydı. Namaz okuyan adam bilen sütünün arılığı da hem de qanchalik arılık qası boludu. Qanchalik arılık bolsa muvafiq boludu degan bab haqida to'xtalyapti. Hamda keyinki faqihlar orasida bu haqda nurg'un ko'z qarashlar bo'lgan. Masalan, bir gazligichilar, undan ko'proq deguvchilar bo'lgan. Umuman ilib aytgan vaqtida imkon bor shu suturada namoz o'qishning orliqi yaqin bo'lgani afzal. Hatto bir qism ulamolar shu sajda qilgan o'rin bilan bir g'irch atrofida yer tashlab qo'ysa bo'ladi deguvchilarmi bo'lgan. Umuman ilib aytgan vaqtida bu jihatdagi ko'z qarashlar xilma-xil. Chunki shu vaqtdagi haqiqiy bunda o'lchamligi yo'q. Ma'lum bir hayvonotlarniki o'tish o'lchimini belgilab qo'yganda, masalan, bir qo'y o'tkidek joy deb, u qo'yning cho'ng bo'ldi, kichkin bo'ldi. Shuna qarata ulamolar o'zining ko'z qarashlarini o'tirib qo'ygan. Ham tuvandagi hadisda İmam Buxoriy Hazretleri 496 numaralı hadis. Bu hadise İmam Buxoriy bizge Amr ibn Zurara hadis sözlep bergen edi dep şundaq deydi. Hem de Amr ibn Zurara ibn Vaqid namı bilen meşhur. Öze Nişapurluq dağlık qarilarning biri. Hem de Ensari cemiyeti tutuşuduğan büyük muhaddislarniki biri. Hicriye 160-yılda tug'ilib, Hicriye 238-yillar atrofida o'lib ketgan. Bu kishining ayati mazmut mustahkam ishonchlik ulamo degan nom bilan hadis ulamolari ta'riflab kelgan hamda. Ko'plagan hadis ulamolariniki asosan ishonchlik, siqa degandek büyük hadis ilmidagi mo'tabar bu nomga erishgan bu zot. Bu kishimi o'z davridagi da'liq muhaddislarda o'qigan. Bu kishiniki hamda mo'tabar shogirdlar qatorida mashhur muhaddislardan masalan Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi, Imom Nasai ve İmam Muslim rahmetullahi aleyhi. Yani şu dağınık üç sayesindeki dağınık eser sahipleri bu kişiye şagird bo'lgan. Şunlarga İmam Nasai'de 18, İmam Buxori'de 12, İmam Muslim'de 5 tane hadis barlığı hatırlandı. Bu kishiniki bugun qadar hamda sadqa jariya sifatida qilib qolgan ilmiy xizmatlarniki biri deyishga bo'ldi. Bu zot deydi bizga Abdulaziz ibn Abi Hazim xabar bergan bo'lib, bu kishi o'zining dadisi Abi Hazimdan bayon qilgan. Abi Hazim hamda tabi'in, bu kishi Sahl degan sahobadan bayon qilib o'tgan. Bu ravilarning tarjimali boshda o'tib bo'lganda. Bu zot deydi Payg'ambar alayhisolatu vassalam namoz o'qiydigan sajdagoh bilan namoz o'qiydigan joy secdegoh bilan tomning oralig'ida bir qo'y o'tkudek joy bor degan. Shunashqa qo'y o'tkudek deganni ba'zilar bir g'irish deb ta'riflaganlar bo'lgan, ba'zilar 3 gaz deb ta'riflaganlar bo'lgan. Demak bir qo'y patqidek joy qilib qoladi demakchi. Shunashqa bugungi kunda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki mihrobning oralig'ida, munbarning oralig'ida bir qo'y patqidek, ya'ni tashlab qo'yag'liq. Cenab-ı Resulullah devrinde müşahedin müşüncek orluk kalatdı degenni abide yadikar süptüdü saklap koyaqlık. Hazır mesela Medine Münevver kelgen adam munber gelse mesela munber bilen tamlı arlıqda bir qo'y patqıdak taşlap koyaqlık. Bunu bir turasi süpet cihati kaldırıp. Bu yukarı hadisi hem de tüvenlik hadisi mi bir güçlendirdi. Bu 497 numaralı hadis bu hadiste bizga Makka hadis so'zlab bergan dedi. Makka dedi bizga Yazid ibn Abi Ubayd hadis so'zlab bergan dedi. Bu kishi Salama degan sahobalardan. Bu yerdagi Sahli bo'lsin, mayli Salama roziyallohu anhumlar bo'lsin. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki shu munbar bilan tomning oraliqdagi miqdorni hammasi taxminiy bayon qilyapti-da. Bu kishi dedi masjidning temi bilan munbarning tüydiki mush qo'y o'tkudek bir orliq qilib qiladi dedi. Chunki Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki namoz o'qiydigan joyi munbarning yenilam. Yani demek munbarning yenida, munbarning oldida tom bor Payg'ambar masjidiniki temi borda. Shu Rasululloh oldidan bir narsa o'tib qolmasin deganni maqsad qilib, tomga yaqin turadi. Mush tom bilan Rasululloh tug'an orliqda bir qo'y patqidek qilib qoladi deb shunaq degan.
Bu arlık hazır bugün gündümü mescitteki hazırkı temi bilen munberinin arlıkda bir koyu patqıdek bir kiçik balı ötküdek bir arlık hazır mı kayıp kalağılık. Hem de tövende İmam Bukhari Hazretleri aynı vaxtdaki Cenab-ı Resulullah'ınki sütürlerden mesela. Qanda narsalarni sutur qilib namozdan oldin qo'yib ishiltatdi deb to'xtalib, ya'ni birinchisi bu yerda bir nayzni sutur qilib nayziga qarab namoz o'qiydi. Bu harbi degan asli masalan o'zi bir telib mang'an bir hosilniki uchiga o'zi yapıloq kelgan uchi ushliq lekin kangri yapıloq kelgan bir o'q dastisini qo'ydi-da. Bu orqali janglarda ishlatildi yoki bir mag'a vaqtida qattiq yerda telib mang'di. Ko'pincha buni asosan shu ayni vaqtdagi hamda turli shaxsiy jang qurollari subtida hamda turmushda ishlatildi. O'zi qisqa, kaltiroq, hamda uchi yapıloq kelgan. Bizniki mesela jotolarımız var masalan. Shunga o'xshash kelganda o'xshab ketadi. Shundan narsani biz harbi deymiz. Buni yana shundaqla neyz deb atalgan hamda. Demak, Janobi Rasululloh neyznimi namoz vaqtida shunda tiklab qo'yaplar, garchi sanchib, buni sutur qilib ishlatgan deydi. Bu 498 nomerli hadisda bizga Musaddad hadis so'zlab bergan edi deydi Imom Buxoriy hazratlari. Bu kishi deydi bizga Yahya Ubaydullohdan hadis so'zlab bergan. Hamda Ubaydulloh deydi menga Nafi Abdullah ibn Umardan xabar bergan dedi. Payg'ambar alayhisolatu vassalamga bir neyzni shunaq sanjib bir to'q namoz vaqtida Rasululloh shu neyziga qarab namoz o'qiydi deb shunaq deydi. Bugungi darsimiz mushayich bo'lgan. Sallallohu alayhi va nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajmain.